Assalomu alaykum. Hurmatli Vetmaster kanalimiz a'zolari, obunachilar, yaxshimisizlar? Hammalar yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi kunlarimizni boshladik mana ishlarimizni. Xo'p, ertalabda jo'jalarimiz uchun kun salqinligi hisobiga iliq suv berdik. Mana xudo xolasa zavtrikni boshlashdi bilan. Xo'p, yemlarimizga kelsak, yemlarimiz mana shunday holatda omixta yemlardan beramiz mana. Mana ichida makka, bug'doy, arpa, hop soya, kurmak, shunaqa yemishlarimiz bor xudo xolasa. Ko'nchalari ko'p. Hop, bera qo'yib turaman ekan, bular zavtrikka shoshilib qolishdi. Yoqimli ishtaha. Hop, shunday qilib do'stlar, mana kattalarimiz ham yaxshi barisi. Boladan bo'shagani ham bor, oshib chiqqani ham bor inshaalloh. Yana qaytadan tuxumga kiritilganlari ham bor xudo xolasa. Havolarimiz bugundan juda ham yaxshi xudo xolasa. Sal bulutli-ku, lekin yaxshi inshaalloh. Alloh tikirni, Alloh xayrli qilsin ilohim. Endigi masala ko'klarimizga bir xabar olib qo'ysak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Hop, do'stlar, mana ko'klarimiz ham yotishibdi xudo xolasa inshaalloh. Alloh barakatini bersin. Biz chiqib ketibdi, mislar yotibdi mana. Bu yerda Fatma Zuhrasi ham bor mana. Bitta joyga ikkitasi yotib olishgan. Chiqarsam chiqmadi, joyini o'zgartirishga kelmadi. Mayli dedim, yotavering dedim. Yotib olishaverdi keyin. Xo'p, mashalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Ana Alloh beraman deb tarafda hech gap emas. Sizlarning onalaring qani? Alloh xayrli qilsin. Mana do'stlar. Mana barakat. Ertalabda berishibdi, Alloh berishibdi mana. Bunda bunimizda bor ekan. Bunda bor mana o'zi tuxumda. Endi faqat kechroq qolishibdi-da bunisi. Bir xilda shunday holatlar ham bo'ladi do'stlar. Bunday holatda tuxumini olib yonida sherigiga qo'yib berib turiladi. Mana misol uchun bu olamizda shundoq kelib turib, mana bu xolasini tagiga qo'yib berib turamiz. Chiqib olsak, olaveramiz. Mana sizga bonus ochib berasiz. Xo'p, do'stlar, bu shaligi mana inasi chiqib ketdi ekan, mana rost mana ko'rib olaylik, birama tuxum qo'yganimiz mana. Palvin birama va svetli birama tuxumlarni qo'yganmiz bunga. Hop. Qolganlari Xudoga shukr, alhamdulillah, qolganlari yana yangidan tuxumga kirishni boshladi, o'rtaylarimiz mana. Do'stlar, duo deb qo'yasizlar, sizlarga ham Alloh bersin, Allohim berardan qismasi mana. Bular endi yangi mehmonlar. Bularni ham hozircha turib olib chiqamiz tashqariga. Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin, alhamdulillah. Nechta ekinlar bular bitta ham 15-16 ta, 17 tami shunaqa adashmasam. Obunachilarga biror nima deb qo'yinglar, chichi-pichi qilib qo'yinglar, ha. Do'stlar, Allohning ne'mati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mashalloh, buni go'zalligini. Voy, malades, ana. Mashalloh, mashalloh. Yorug' olamga kelishibdilar mana. Alloh rozi bo'lsin. Alhamdulillah, Allohga shukr, yetkazganiga shukr. Mana do'stlar, bular yangi mehmonchalarimiz xudo xolasa. Mana qolganlarimiz ham yotibdi inshaalloh. Yaxshi ko'payib berishaversin. Alloh berardan qismasin. Ertalabda shunday chiroyli surprizlar. O'shancha aytdim-ku. Do'stlar, kunlarni belgilamaganman, yozmaganman. O'zimizga ham surpriz bo'lsin. Qiziq bo'ladi, mazza qilasiz.
Ertalabda Alloh berganini his qilasiz. Ha do'stlar, mana bu tomonlarimizga ham boshlatib o'shimlarimizga. Tug'ishdi mana. Alloh barakotini bersin. Aytadi-ku, beraman desa osmondan yog'dirib qo'yaman dedi-ku mana. Inshaalloh. Alhamdulillah. Mana shu yerdan bo'shligimiz bor, mana shu 2 kundan beri kutyapti, lekin patam to'kilib qolibdi mana. Bu ham mancha 1-2 kun ichida yotadi, xudo xolasa. Har doimgidek mana o'rdakchalarimiz ham zavtrak qilishyapti. Omoqda endi yeb suvga cho'mib borib suvlashib olishyapti. Mana do'stlar, tabiatda ne'mati, Allohning bergan ne'mati. Kattalarimiz ham omoq temlari bo'ldi, xudo xolasa. Suvlarni mana kunda tog'oralarni yuvib, toza suvlar qo'yib qo'yamiz mana. Giloslarimiz ham yaxshi buyum bor, xudo xolasa giloslarimiz ham. Endi bir amallarimiz oldiga o'taylikchi. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, mana do'stlar, bir amachalarimizni qo'yinglar, bir baho berib qo'yinglar, katta bo'lish qanday. Bunda kuzatib boryapmiz, o'zimiz yemlardan beryapmiz bunlarga, omoqdan beryapmiz ularga ham. Mana. Hozircha ko'kat berganimiz yo'q, lekin omoq temlar beryapmiz. Buni ham ertalabki suvini iliq qilib beryapmiz buni. Bular bo'ldi. Endi ichkariga kiramiz endi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, hurmatli do'stlar, kunlarimiz salqinligi tufayli bularni ichkarida ushlab turibmiz mana 2-3 kundan beri. Xudo xolasa yaxshi hammalari. Bularni ham yemishlar katta qilib qo'ydik mana, xudo xolasa. To'yginlarchi o'da so'radi. Ha, aytgancha bular to'chkali bir amalarimiz bular. Juda xushfe'l ekan bular. Cho'qin qilmas ekan. Toza qonli narsa ham haqiqatan yaxshi ekan, yuvosh ekan. Buni birchalar ham shunaqa, yuvosh. Biramalar o'zi shunaqangi yuvosh, chiroyli, mazarali, tuxumga, go'shtga yaxshi to'g'lar ekan, xudo xolasa. Palvin birama, svetli biramalar bilan aralash, xudo xolasa bular mana katta bo'lyapti. Bular ham katta. Katta bo'lishi zo'r. O'zimiz yemlardan beryapmiz. Mana o'zlari oldilari shular 40 kunlik bo'ldi, xudo xolasa. To'ylar to'qaylanib qoldi, to'q. Xudo xolasa. Duoda qo'yasizlar, inshaalloh yaxshi kattaversa, ko'payaversa, yaxshi niyatda, yaxshi niyat qilganlarga Alloh o'z barakosini bersin. Hurmatli do'stlar, keyingi kanallarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar. Alloh hammalaringni xonadonlaringga fayz barakotini, marhamatini yog'dirib qo'ysin. Umrlaringga, rizqlaringga, chorva parrandalaringga, mol jonlaringga Alloh o'zi barakotlarini ato etsin, ilohim. Shunda duodaman inshaalloh sizlar uchun ham. Birodarlar, sog' bo'linglar, borlaringga shukr. Yaxshi kunlarda diydor ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.